Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana inshaalloh konkursimizni boshlayapmiz. Ikkita germelin quyonimiz, tikka quloq, karlik dekorativni, sifati juda a'lo. Konkurs qilamiz inshaalloh. Konkursimiz tushuntirib o'taman. Konkursimiz shartlari 10 kun davom etadi. Konkursimizga shartlari shu videoga kim yaxshi kommentariya yozsa, o'sha kommentariyasi kimi kommentariyasi ko'p like qilsa, o'sha odamga shu quyonlarni berib yuboramiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lishlaring shart. Obuna bo'lib podpishka qilasizlar. Like'larni bosib kommentariyalar yozib qo'yasizlar. Kimi kommentariyasi ko'p like qilsa, o'sha odamga shu quyonchalarimiz beriladi. Yaqinroqdan ko'rsating. Karlik germelin quyonimiz juda chiroyli. Albatta obuna bo'lishlaring shart kanalimizga. Obuna bo'lib, masalan, o'zlaring bir yaqinlaringni telefonidan ham, akkauntlardan albatta kirib obuna bo'lib, kommentariyalarni yozib, kommentariyalarga like'larni bangillatib yuborasizlar. Xudo xolasa 10 kun davom etadi. Mana bugun qo'yilyapti, videomiz joylayapti 13-dekabr bugun. 13-dekabr bo'lsa, 23-dekabr kuni g'olibni jonli efirda aniqlaymiz. Hammaga omad tilayman. Albatta yutinglar, obuna bo'linglar, like'larni bosib, chiroyli kommentariyalarni yozinglar. Inshaalloh shu quyon sizniki bo'ladi. Sifatli bu narigidan arzonroqdan ko'ra obunachilarimizga qimmatrog'ini qo'ydim. Sifati juda chiroyli quyonimizni. Hammaga rahmat. Like'larni bosib, chiroyli qilib boshlaymiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.